Assalomu alaykum. Men Bulosh filiali boshqaruvchi o'rinbosari Husanov Xusravman. Bugun 24-aprel. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Buloqboshi tumani Zarg'aldoq MFI 956-sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 6 gektar. Uzunligi 200 metr, bo'yi 300 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 200-220 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Buloqboshi Agrozamin 2022 MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.